Tushda britva, ustara, tig' ko'rishning ta'birlari. Britva o'tkirlik ramzi bo'lib, hayotingizda muhim va keskin qarorlar qabul qilish zaruriyatini bildirishi mumkin. Agar tushingizda britva bilan nimadir kesayotgan bo'lsangiz yoki u qo'lingizda bo'lsa, bu ehtiyot bo'lishingiz kerakligiga ishora bo'lishi mumkin. Bu moliyaviy ish yoki shaxsiy hayotidagi xatarlarga e'tibor berish kerakligini bildiradi. Britva soch olish yoki soqol olish bilan bog'liq bo'lgani uchun bu tush hayotingizda yangilanish, yangi bosqichga o'tish yoki o'zingizni o'zgartirish istagini bildirishi mumkin. Agar tushingizda britva bilan o'zingizni yoki boshqa odamni kesgan bo'lsangiz, bu real hayotda nizo va kelishmovchiliklarga duch kelishingiz mumkinligidan ogohlantiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.